Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Xorazm bozor kanali. Bugungi manzilimiz Xorazm viloyati Xazarasp tumanidamiz. Xazarasp 4 yo'l svetoforini bilasizlar, ko'pchilik biladi. Shu svetofordan Atov tarafga qarab ketaverishda yo'lning chap tarafida metan zapravka bor. Shu metan zapravkaning to'g'risida beragiladan ko'cha, ya'ni 1-may deb ham aytiladi bu yer. Keyin banimizda kollej ham bor. Shu kollejni arkasida beram shu 1-mayga qaraydi. Shu 4 yo'l svetofordan bir где-то bir 50 metr yursangiz o'zi metan zapravka chiqadi. Metan zapravkaning to'g'risida ko'chada. Shunda hovli joy sotiladi o'rtoqlar. Xo'sh. Bu yerni usti shiferni karkasini tuzganlar, lekin qilmaganlar. Ustini shiferi karkasi tuzilgan, lekin hali qilinmagan, faqat naves qilingan. Dokumentlari taxt berang. Dokumentlari taxt. Garaji bor. Ayna eshiklar qo'yilgan. 2003-yil 2003-yilda solingan. 8 sotikda joylashgan hovli joy o'rtoqlar. Borini borichalik ko'rsatamiz. Bellar qo'yilgan, taxlangan, taxta eshiklar. Giraverishimizda Ariston qilingan beri. Ariston ish suv, sovuq suv. Rakovina qo'yilgan. Remontlari qilingan. Az ham yeri bilan ko'rsatib ketaman xonalari. Girgandan chap qo'lda birinchi spalni. Mebellarni ikkitasi. Mebel parda ham muvaji ketadi. Dekorativ pardalar. Bunda pech qurilgan. Gaz yo'q bedang. Svet, suv, vodoprovod o'tilgan. Aristona ulangan, sho'r suvgamaydi. Bu yanimizda ikkilanchisi zal. Zal ham katta ekan bir, eni bir 4,5-9. Xohlasangizlar remont qilib bersangizlar ham bo'ladi. Algan odam xudo xolasa. Montajlarni euro montajdan qilib berib taxlasalar. Bu yer bozor ham yaqin. Qulayligi bozor ham yaqin. 4 yo'l achalli bir 200 metr chiqadi. Onam bir где-то bir uzoq ko'p bo'lsa bir 700-800 metr, 1 kilometr bozor. Shu tochkada joylashgan. Berina kuxnyasi. Kuxnyasi ham katta deb solingan. Bani yo'q. Kuxnyasi. Beri shu har oyda gaz balon beriladi ekan. Shu gaz balon keladi. Eshikdan kirishda birinchi spalni, keyin bu yerda zal, bu yonda kuxnya. Shundan bog'a chiqsan ham bo'ladi kuxnyada. Keyin o'ng qo'lda gidovlan. O'tirib, choy ichib, televizor ko'rib, dam olib o'tiradigan yeri. Patologlar panel qilingan. Ham mer pol paneli bo'lganmi? Remonti shu shpakulovka qilingan, ozgina rang berilgan. Bu yerni taxlab bersangizlar bo'ladi. Ko'na joy emas. Bu yerni ham ochib ko'rsatib beramiz. Sveti bormi beri? Svetini nima qilib bering? Spalni. Bormiz spalni. Ikkinchi spalnida. Xohlasangizlar deysizki, xohlasangizlar kattalari. Xullas, ajoyib solingan. Bu spalnidan bir 4'e 5 mi? 4'e 5. 4'e 5 yapıp salıngan. Yaxshi. Ayak deyilən bir pol. Yana bir spalni. Bir də yana bir spalni. 3 spalnisi var ya obşi. Pech qurilgan. Xonada pech bor ekan asosiysi. Ko'mirak aslan neda qishda. Hozir bilasizlar, ko'mirdan olan ekonom kotellar ham chiqib turibdi. Obshi ulab bersangizlar ham bo'ladi. Pechlar olib tashlab turib, ekonom kotel ulab bersangizlar, umuman isi deyshonda qoladi. Uya top-toza issiqqina navil o'tadi, suv o'tadi. Taxlab bersangizlar bo'ladi. O'zlaringiz planlashtiraverasizlar. Bu yanimiz garaj. 11'e 3 metr. Garaj. Uzun ekan lekin. 2 mashin sig'adi. Ayvoncha. Ayvonchani po'latgan ekansizlar. Ayvoncha qo'yilgan. Panel ham qilingan.
Polam qilingan. Bunda bog'lar ekilgan. Hem yerini görürsenincilari. Üzümle ekilip Toshkentskiy stilde taxlangan. Bog'lari ekilib turilgan. Bunda tualeti, bana molxona mo'ljallangan, lekin molxona qilinmagan. Bunda kladopkasi bor. Tandırı bor. Biri şu tandır yanından atib kattaroq atib ham molxona salib olsalar ham bo'ladi. Kattaroq atib ko'proq mol sig'adi atib pulalashtiraverasizlar. Mana bog'i. Sho'r ochib aytgan emas, ekilib turgan. Ya'ni mazali suv ichib turibdi-dan bog'am. Vodoproddan. 8 sotikda. Joyini holati zo'r, 1 minusi shu gaz yo'q. Buni sotishlaridan maqsad o'zlari hozir qishloqqa ko'chganlar, shu qishloqda biznes qiladilar. Shu sababdan bu joyga ehtiyoj bo'lgandan keyin buni sotishga qaror qilganlar. Bu yerlar mana ishlangan fasadlari, eshiklari bor. Narxi necha so'm aytib tursiz ag'a buni, xudo xolasa? Bunun narxi 60 tutmaz gelişip veremiz. 60 ming dollar. Aytiladi kelishinglarda. Telefonu sorasalar keseler, şu sorasalar falan sonra da Aha. gelişip veremiz. Gelishib beriladi. Ekranda mulk egasini telefon nomerlarini qoldirganmiz, hurmatli obunachilar. Telefon urib, kelib, joyi holatini bir yandan ko'rib, bu 100% loydan solingan, to'g'rimi? Loydan solingan joy. Kim ma'qul keladigan bo'lsa, xohlasangizlar eshiklarni almashtirib, MDFdan qo'yib berasizlar. Ko'cha taraflari zakonnisundan, qummatundan davomli eshiklarni qo'yib berib, sharoit yaratsangizlar bo'ladi. Shu 1 minusi gaz yo'q, keyin ustini shiferini qilib berasizlar. Ustini shiferi, lis shiferi ham mo'ljallangan, voy, karkas. Lis shiferi ham mo'ljallangan. Bu ana yeri navis qilingan. 60 ming dollar aytilib turibdi. Kelib, ustunda kelishib, savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa. Aytilish bo'laveradi. Ko'cha ham shiltiq bo'lib, loy bo'lib o'tadigan ko'cha emas. Shpesda solingan zakonniy ko'cha. Shundan yurib borsangizlar 200 metrdan keyin 4 yo'lga chiqasizlar. 4 yo'ldan bozor ham ketsam bo'ladi, banisa ham ketsa bo'ladi, hamma yerga borsa bo'ladi. Bu yerga ketsangizlar Atova qarab ketasizlar. Bu yerda yana kollej. Akarsuv ham keladi. Haftada 2 marta Salmodan akarsuv ham keladi, o'rtoqlar. Xullas, ekranda mulk egasini telefon nomerlari, bemalol telefon qilib, kelishib savdolashib olaverasizlar. Bugungi videomiz shu haqda edi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammani ishonlamat. Keyingi videoda ko'rishguncha.